Biz doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali barcha harakat ishtirokchilarini, ayniqsa haydovchilarimizni yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishlarini, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'l harakati qoidabuzarliklari sodir etilayotgan holatlar monitoring qilib borilishi va belgilangan tartibda qonun ustuvor jazo muqarrar ekanligi ta'minlanishini bot tushuntirib kelishimizga qaramasdan, ayrim Qo'shtirnoq ichidagi yo'l harakati qoidalarini mensimaydigan, yo'l harakati qoidalariga amal qilmaydigan haydovchilarimiz hanuzgacha aniqlanmoqda. Danielchi, mashinani haydashini ko'rsang edi. Taksini qo'yga solmasdi. Bu taksi emas, raketa edi. Uchadi, torpeda. Yoningdan uchib o'tadi. Sezmay qolasan. Soatiga 200 dan oshib yurardi. Kuni kecha Hazorasp tumanida ushbu Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi o'zi va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'yib, yo'l bezorasi qoidabuzarligini sodir qilganligi aniqlandi. Hazorasp tumanida 90H007 BA davlat raqam belgili Cobalt transport vositasi tungi vaqtlarda drift qilib yurgani aniqlanib, transport vositasi belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydoniga qo'yildi. Bu transport vositasida drift qildim. Bu uchun hammadan uzr so'rayman. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Hech kimga tavsiya qilmaymiz. Shuningdek, Urganch tuman hududida ham ushbu siz tasvirlarda ko'rayotgan BMW rusumli transport vositasini haydovchisi yo'l harakati qoidalarini namoyishkorona qasddan qo'pol ravishda buzib, boshqa harakat ishtirokchilariga va o'zining hayotiga xavf tug'diruvchi driftlar qilib, yo'l bezorasi qoidabuzarligini sodir qilganligi aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda kuni kecha tarqalgan ushbu BMW rusumli avtomashina haydovchisi tomonidan Urganch tuman hududida avtomashinani drift qilib, ya'ni o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirib, yo'l bezorligi, qoidabuzarligi sodir qilib boshqarib yurganligi holati ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan holatga oydinlik kiritildi hamda ushbu avtomashinani boshqargan haydovchiga tegishli tartibda qoidabuzarlik yuzasidan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.10 moddasi bo'yicha belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shu holat bo'yicha o'zim xulosa chiqarib oldim. Boshqa takrorlanmaydi, boshqalar ham nasihat beramiz shu ishlatmaslikka. Yo'l harakati qatnashchilaridan yo'llarda harakatlanish jarayonida yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, o'rganishlar davomida Hazorasp tumanida transport vositasini qayta jihozlab, man etilgan migalkalarni o'rnatib boshqarib yurgan erkatay haydovchi ham aniqlandi. Hazorasp tumanida 90V009LA davlat raqam belgili G-Tower Dashing transport vositasi migalka maxsus qurilma o'rnatib, transport boshqaruvga aniqlanib, transport vositasi vaqtinchalik saqlab turish uchun jarima maydoniga qo'yildi. Haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hurmatli haydovchi, bundan keyin maxsus qurilma migalka o'rnatib, transportni boshqarmoq. Shu boshqarib qilmaydi, shu bizning korpus olib Yuqorida keltirilgan holatlar bo'yicha yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositalari vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shu o'rinda kim agar ushbu shaxslar tomonidan sodir etilgan qo'pol qoidabuzarliklar oqibatida jabrlanganlar bo'lsa, 102 raqamiga yoki yaqin o'rtadagi ichki ishlar organlariga murojaat qilishlarini so'raymiz. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilaridan, ayniqsa haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Unutmang, qonun ustuvor jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi.